Akalar, mehr ko'zda dilxiralik bo'lmasa, birinchi ishtirokchini hozir tanlaymiz, sizlar bilan birga. Ya'ni birinchi ishtirokchini tanlab bo'lgandan keyin 6 ta ishtirokchi qoladi. Ha, shunaqa. Endi hozir bu yerda prямой efir ketyapti. Taxminan 5,5 mingta, даже 5600 ta odam bizani jonli efirda kuzatib turishibdi. Xudo xolasa mana random apparati orqali biz hozir bitta ishtirokchini aniqlaymiz. Xullas akalar, gazini bosamiz, cho'zib o'tirishga hojati yo'q. Xo'p, bos desanglar men bosaman, men tayyorman. Mana shu Bismillah. bir dona knopka bilan hozir shu 7 ta ishtirokchidan bittasini aniqlaymiz o'rtoqlar. Hayajonli daqiqalar, hammaga Bosaymi? omad. Bos desanglar bosaman. Navoda o'sha gap, kimgadir chiqmay qolsa yana meni anu janjal qilib, nima qilib yurmaydi. Kimgadir hozir Bos, ketdi. Bismillah, bismillah. kim chiqadi? Ketdi. Men bosib yurgan bola emasman, nega hayajonli bo'larkan? Kim? Egamberdiyev. Oy, birinchi ishtirokchi. Tabriklaymiz. Endi qaranglar, to'xtanglar. Obuna bo'lganmilar yo'qmi? Mana. Uni bilishimiz kerak. Mana hozir o'sha mana Avtovitsinni 1 million 100 talik подписчик akkauntiga kiramiz va akamizni ismlarini yozamiz. Egam Berdiyev. O'zi bitta egam bilan ismli odam. Ha, Avtovitsinga obuna bo'lganlar, ya'ni mana shu o'zlarini подписчиklariga kirsak ham mana obuna bo'lib turibdilar Avtovitsinga. Bo'l. Bu degani mana masalan Egamberdiyev aka avvalambor sizni tabriklayman. Balkim ko'rib turgandirsiz, mabodo keyin ko'rarsiz, balkim bilmadim. Avvalambor o'sha gap tabriklayman, lekin bu degani Cobalt'da siz yutib oldingiz degani emas. Endi hayajon bo'yapti, noto'g'ri tushunmaylik, bu qanaqadir bir telefon berayotgan joyimiz yo'q. Mana birinchi marta bunaqa random apparatdan ishlatyapman. Akam ham bittagida shunaqa, biz har doim bilasan bunaqa joylari stilda o'tkazib, listat qilib yurgan bolalarmiz.